Imom Sunan Abu Dawudda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadisning ma'nosi, kishi dunyoda qanday bir majlisda o'tirgan bo'lsin, yoki qanday bir yo'lda yurgan bo'lsin, yoki hattoki bir joyda yotganda ham, dam olib yotibdi masalan. Agar o'shanda Alloh azza va jallani zikr qilmagan bo'lsa, albatta ana shu majlislar hammasi qiyomatda unga hasrat bo'ladi deganlar. Masalan, yo'lda ketyapsiz, mashinada ketyapsiz, piyoda ketyapsiz. Zikr qilib yursangiz, kim sizni qo'lingizdan ushlaydi shu yerda? Nima sizni chalg'itadi bu? Nima talab qiladi sizdan? Hech narsa talab qilmaydi. Ana shu yo'lda yurganingizga qiyomatda afsus qilasiz, agar shunday qilib yurmasangiz. O'sha mahshar maydonida to jannatga kirib olguncha mu'minlar ham afsus chekadi. Yo'lda yurgandagi holatiga zikr qilmay yurganligiga. Yoki bir joyda o'tirganligiga ham deyilyapti. Masalan, bir bekatda avtobus kutib o'tiribsiz yoki taksi kutyapsiz, mashina kutyapsiz, ya'ni birovni kutyapsiz. Ana shu yerda bekor o'tirganingizga afsus qilasiz qiyomatda. O'shanda kim meni qo'limdan ushlagandi, kim meni tilimni boylagandi deysiz. Shu zikr qilib o'tirmaymanmi o'shanda deysiz. Yoki hattoki yotibsiz masalan, uxlolmay yotibsiz. Ko'p odam shu narsadan shikoyat qiladi, gohida uxlolmaydi. Yarim soatlab yotadi odam, uxlolmay. O'shanda zikr qilib uxlab qolsangiz, kim sizni qo'lingizni ushlardi? Nima ketardi sizdan? Aksincha shu zikr qilsangiz, o'zi shayton uyqusizni ham keltiradi, uxlab qolasiz. Zikr qilmasin deb uyqusiz keltiradi shayton. Shunda nima yutqizardingiz? Hech narsa yutqizmaysiz. Ana shunda odam attang deydi, afsus. O'shanday qilganlarni ko'radi, chunki qanaqangi darajalarga erishyapti. O'zi shunday qilmaganda qolib ketyapti, ko'radi. Lekin qaytmaydi bu narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mirojda Ibrohim alayhisalom bilan uchrashganlarida Ibrohim alayhisalom ummatingizga yetkazib qo'ying ana shu gapni degan. Mana o'sha narsalarni ko'rgan zot Rasulullohdan yetkazgan bizga. Jannat ekini subhanalloh va bihamdihi degan. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar deganlar. Jannat ekini. Har bitta shu tasbihda aytgandan jannatda ekin ekilaveradi ko'chada. Xullas ana shunday qilib afsus qiladi. Har bir yotgan joyiga ham, turgan o'rniga ham hamma narsaga attang qiladi deganlar. Agar endi shunda bekor o'tkazganini qo'ying hali, ma'siyat bilan o'tkazgan bo'lsa, attang undan-da yomonroq bo'ladi. Afsus qilishligi. Tasavvur qiling, masalan, azon aytilinyapti, qo'shiq eshitib o'tiribdi bir odam. Hech bo'lmaganda azon hurmati uchun bir o'chirib o'tirganligi yo'q ovozini. Yoki Qur'on o'qilinyapti, bir odam qo'shiq eshitib o'tiribdi. Qo'shiq aytib o'tiribdi yoki. Agar shu paytda inson bekor, bee'tibor o'tirganda ham afsus qiladi deyapmiz qiyomatda. Endi ma'siyat qilib o'tirsa afsus qanaqa bo'ladi tasavvur qilavering. Jamoat namoz o'qilinyapti yo'lda. Ko'p ko'rasiz odamlarda shu narsani. Shunday to'xtab masjidga kirib namoz o'qib chiqsa bo'ladi? Yo'q, kimlardir oddiy bir ishim bilan deb yursa, bu ham afsus qiladi ertaga. Shu oddiy ishim bilan, muboh ish bilan yurganligiga ham shu kirib shunday namoz o'qib chiqmaydi. Lekin endi tasavvur qiling, shunda ma'siyat qilib o'tirsa-chi. Masalan, kimlardir namoz o'qilayotgan choyxonada aroq ichib o'tirgan. Sigaret chekib o'tiradi qarasangiz. Yoki kino ko'rib o'tiribdi. Namoz o'qilinyapti masjidda. Shunday tushib namoz o'qimaydi. Yoki boshqa ishlar, ana shularda hammasida afsusni tasavvur qilaverasiz endi. Ya'ni mubohkaki deyaptilar hadisda qarang mana. Yurgan, turgan ana shu ishlariga inson afsus qiladi, zikrsiz vaqt o'tganligiga. Endi ma'siyat bilan o'tsa nima bo'lar ekan deyapmiz. Afsusi. Bugun ko'pincha inson internetdan shunaqa vaqt o'tkazib qo'yadi. Aytyapmizki, agar muboh bilan o'tkazib qo'ysangiz ham vaqtni shunchaki lahu narsalar bilan masalan. Afsus qilar ekansiz. Shunday internetga kirib ham yaxshilik bilan vaqt o'tkazsam bo'lardi. To'g'rimi? Dars eshitsam bo'lardi, Qur'on eshitsam bo'lardi. Qancha yaxshi ishlar qilsam bo'lardi. Endi muboh bilan o'tkazganiga afsus qiladi. Endi harom bilan o'tkazsa-chi shunda. Afsusiz tasavvur qilavering endi. Ya hasrata, qanaqangi afsus chekadi odam, lekin qaytmaydi bu narsa.